Bo'lajak ayolimni xafa qilib qo'ydim. Keyingi hafta to'y, ko'nglini olishim kerak. Zo'r desert qilib bering deb menga murojaat qildilar bitta mijoz. Allohning fazli bilan bir deganda ideyaga keldi. Sevishganlar juftlar uchun maxsus desert. Ammo desertning hamma detallari yurak shakli. Rangi esa asosan yorqin qizil rangda. Chaynamay yutib yuboradigan yumshoqqina biskvitni ham yurak shakliga keltirdik. Maxsus yurak shaklidagi idishimizga yurakchalarni to'ldirdik. Shundoqqina yutib yuborish uchun morojniy krem surdik. Klubnika sezoni tugagan bo'lsa ham, sizlar uchun maxsus klubnikadan ham qo'ydik. O'zimiz ham yemagan belgiyskiy shokoladlarni arazlagan kelin xonimga berdik. Eng siyroqotsa ham aytaman, Keksamaniyada yana kreativ ideya. Kuyov bola kelin xonimga atagan pandoralarini qo'l mehnati bilan shokoladdan yasalgan maxsus yurak ichiga sevgi izhorini qo'shib yashirdik. Kimni ko'nglini ololmayapsizlar, xonimchalar, ana o'sha odamga shu desertdan albatta yuboring. Endi sahifamdagi yurakchani ham qizartirib, kimdan shunaqa sovg'a olish xohlasangiz, ana o'sha odamga yuboring.